Literatür tashabbusi bilan universitet bo'yicha universitet gazetasiga e'lon qilingan ochiq ma'ruzalar navbati ana bugun bizning kabinetimizga kelgan. Bugun ana shu e'lon qilingan mavzu bo'yicha demak kimyo o'qitish metodikasida ochiq ma'ruza bo'ladi. Ma'ruzaning maqsadi 3-kursdagi kimyo o'qitish metodikasi kursining xususiy masalalarini demek 3-kursning 2-semestrida 20 soat ma'ruza, 16 soat laboratoriya ishlari ajratilgan. Bu kursning maqsadi o'sha kimyo o'qitish metodikasining umumiy masalalari bo'yicha demak ulgurmay qolgan mavzularni, demak xususiy masalalarni 2-semestrda davom ettirish bo'lgan. Bugun biz o'quv rejamiz bo'yicha 7-sinfda kislorod mavzusi bo'yicha shu mavzuni yangi pedagogik texnologiya asosida o'qitish metodikasi deb ataganmiz. Ma'naviy boy pedagog kadrlarni shakllantirish, ilm-fanning ta'lim amaliyoti bilan aloqasini ta'minlash, talabalarni ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish orqali ularni kimyo o'qituvchilarida yangi pedagogik tafakkur shakllanishiga zamin tayyorlash, kimyodan o'qishni, mustaqil bilim olishni individuallashtirish, masofadan o'qitish tizimi texnologiyasi, axborot texnologiyasi va modulli ta'lim tizimlari haqida talabalarga demak tushuncha berish. Barcha an'anaviy ma'ruzalardan farqlangan holda bugun biz avtoritar balki maktabda o'quvchilar o'zlari rolli o'yinlar yordamida bajarish kerak bo'lsa, ana oliy o'quv yurti sahnasiga ko'chirganlar. Hozir demak ana shu oldingi davrning eng an'anaviy yaxshi rivojlangan noan'anaviy darsni demak talabalarimiz sahna beramiz. Yosh hurmatli ustozlar, biz bugun kimyo fani, shuningdek tabiiy fanlar faqatgina mavzulargina tushuntirish bilan chegaralanib qolmasdan, balki kimyoviy o'yinlar, sayohat va musobaqa darslar, kimyoviy kechalar, xullas noan'anaviy darslar asosida olib borilsa, yanada qiziqarli, jonli va oson tushunarli bo'ladi. O'quvchining fikrlash qobiliyatining rivojlanib borishi, ularning fanga bo'lgan munosabatini yaxshilash, qiziqishlarini o'stirish, o'qituvchilarning didaktik usullarini qo'llash va zamonaviy talablar darajasida dars o'ta olish qobiliyatiga bog'liq ekanligini bilgan holda 309-guruh talabalari, ya'ni bo'lajak o'qituvchilar noan'anaviy dars tayyorlab kelganmiz. Hozir ushbu chiqishlarni e'tibor Bugun 1772-yil Shved olimi Shelley tomonidan kashf etilgan kimyoviy elementlar davriy sistemasida 2-davr 6-guruhning bosh guruhchasi elementi kislorod ustidan sud qilinadi. Hozir sud zaliga ayblanuvchi kislorodni taklif qilamiz. Bugungi sud jarayonida sud davlat ayblovchisi elementlar davriy sistemasidagi stol element bajaradi. Advokat vazifasini elementlar davriy sistemasidagi platina elementi bajaradi. Sud raisi vazifasini elementlar davriy sistemasidagi oltin metalli bajaradi. Beramiz, marhamat. Men sud raisi bo'lmish oltin. Bugungi sud kislorod elementi ustiga qo'yilgan da'vo va arizalarni ko'rib chiqib, uni oydinlashtirish maqsadida sud jarayonini ochiq deb e'lon qildi. Va shuni ham aytamanki, Muqaddas Ovchenko kitobini tilga olib, bugungi sudda faqat odilona hukm chiqaramiz deb so'z beraman. Men hozirgi so'z navbatini davlat ayblovchisi so'z navbatini bersin. Hurmatli ishtirokchilar, janob rais, sizlarga shuni ma'lum qilamanki, kislorod elementi jamiyat taraqqiyoti rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi elementlardan biri hisoblanadi. Bu so'zlarning to'g'ri yoki noto'g'riligini hukm chiqarilayotgan paytda bilib olishimiz mumkin.
Buni isbot sifatida sizlarga shuni ma'lum qilamanki, davriy sistemada kislorod kabi tajovuzkor va shafqatsiz elementni topish qiyin. Uning mana shu baxshiligi tufayli natriy metali umrbod kerosin ostida yashashga mahkum etilgan. Janob Rayev, hukm chiqarayotganingizda ushbu faktni alohida e'tiborga olishingizni so'rayman. Bundan tashqari, kislorodni allotropik shakl o'zgarishi hisoblanmish azon esa faqat oksidlash vazifasini bajaradi. Buning natijasida kamar muaktiv bo'lgan kumush ham oksidlanib qorayadi. Ko'pgina organik moddalar o'z rangini yemiriladi. Ko'pgina bo'yoqlar o'z rangini yo'qotadi. Oltin hamda platina metallar ham oksidlanib, sifat darajalari buziladi va narxi pasayadi. Kislorod ham azon kabi bunday g'aroyib xususiyatlarga ega bo'lib, u ham oksidlash, yoqish, yondirish vazifasini bajaradi va buning natijasida juda ham ajoyib hodisalar kelib chiqadi. Kislorodning yana bir g'aroyib xususiyati shuki, bu chala oksidlash bo'lib, mana shu kislorod moddalarini chala oksidlashining natijasida zaharli moddalarga aylantirib qo'yadi. Bunga misol azot peroksid hamda uglerod 2 oksidni olishim mumkin. Janob rais, ayblanuvchiga ba'zi savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Ayblanuvchi, siz uglerodni chala oksidlashingiz natijasida zaharli modda hosil bo'lishini oldindan bilarmidingiz? Javob berishingiz shart emas. To'ppa-to'g'ri. Buni hammamiz bilamiz. Is gazi hech qachon foyda keltiradigan gaz hisoblanmagan. Janob oqlovchi, mijozingizning bu harakati qonun tili bilan nima deb atalishini bilasizmi? To'ppa-to'g'ri. Juda yaxshi bilaman. Xo'p, bu yerda men mijozimga aytishim mumkinki, bu yerda vaziyatga kelib chiqqan holda bu o'sha is gaziga aylanadi. Agar u paytda vaziyat yaxshi bo'ladigan bo'lsa, kislorod yetarli bo'ladigan bo'lsa, bu yerda is gazi emas, karbonat angidga aylangan bo'ladi. Karbonat angidga aylangan bo'ladi va karbonat angidga shunday g'aroyib xususiyatga egaki, bo'g'ilib o'lishni istovchi inson to'yib qilsa, o'z maqsadiga yetishi mumkin. Bundan tashqari, men so'zlarimni isbot sifatida ba'zi guvohlarni olib kelganman. Mana shu so'zlarimni isbot sifatida guvohlarning so'zlarini tinglashingizni so'rayman, janob rais. Hozir sud zaliga is gazini taklif qilaman. Mana shu is gazini o'z ortidan o'zlar kisloroddan jabr chekkanligini eshitishimiz mumkin. Sud zaliga uglerod 2 oksidni chaqiramiz. Muqaddas Xunjin Qirmovidan faqat rost gapirishga so'z beraman. Men uglerod 2 oksid ko'mirning chalayonishidan hosil bo'laman. Insoniyat menga is gazi yoki zaharli gazni berishgan. Agar insonlar mendan uzoqroq nafas olishsa, hushidan ketishi, hattoki nobud bo'lishi ham mumkin. Hozirgi vaqtda atmosfera havosiga transport vositalaridan hamda metallurgiya zavodlaridan bir necha tonnalar is gazi chiqarilmoqda va bu insoniyat hayotiga xavf solmoqda. Janob sudya, agar ko'mir kislorod bilan yetarli darajada reaksiyaga kirishganda, men shunday holatga tushmagan bo'lar edim. Shunday ekan, shu kislorod ustidan hukm chiqarishda meni fikrlarimni inobatga olishingizni so'rayman. Maqsadlar. Javobgarga e'tirozim bor. Aytaylik, siz o'sha ko'mir bilan oksidlangan paytda kislorod bilan yetarli bo'lganda nimaga aylangan bo'larsiz? Karbonat angid. O'z-o'zidan kelib chiqadiki, demak bu yerda sizga is gaziga aylanishingizga faqat kislorod aybdor deb hisoblashingiz noto'g'ri. Bu yerda faqat kislorod emas, bu yerda uglerodga o'zi ham ishtirok etyapti. Bundan tashqari, boya aytib o'tganimdek, is gazi hosil bo'lishida vaziyatdan kelib chiqish kerak. Agar shunda ham siz aybdor deb beradigan bo'lsangiz, bundan tashqari sizni metallarda qaytarib sof metal olish, metallurgiya sohasidagi ishlaringizda men juda yaxshi deb hisoblayman va kislorodga bo'lgan ayblaringizni o'rinsiz deb bilaman. Keyingi javob. Janob rais, oqlovchining ushbu holati shunday baholanishi mumkinki, kaltak yegan bolakay xafa bo'lmang, tayoq jannatdan chiqqan deb yupatishdek gap bo'ladi. Keyingi javob. Sud zaliga da'vogar moddalardan alyuminiy oksidni chaqiramiz. Muqaddas Xunjin Qirmovidan qovul so'zlashga so'z beraman. Janob sudya, men alyuminiy oksidni
mening passiv bo'lishimga ham ta'sir qiladi. Bu mening metalim alyuminiyaga tez tabiiy bo'lib, oksid parda hosil qiladi. Bu bilan u meni tiriklik manbai bo'lgan suv bilan birga birikma hosil qilishimga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun bugungi sud jarayonida alyuminiy elementi, kislorod elementini aybdor qilishni o'tinib so'rayman. E'tirozim bor. Xo'p, agar sizda alyuminiy oksid, sizda aytaylik, sanoatda sizni klorod deb atashadi. Agar sizga oz miqdorda xrom aralashadigan bo'lsa, sizni zumrad, agar temir yoki titan metallar aralashadigan bo'lsa, sizdan sapfir degan qimmatbaho toshlar olinishi bilasizmi? Demak, bu ishlaringizda hozirgi so'rayotgan da'vogaringizni bu yerda men juda o'rinsiz va kulgili deb bilgan bo'lardim. Shunday qilib, men masalan alyuminiy oksid buganim bilan to'g'ridan-to'g'ri suv bilan birga bo'lib, alyuminiy gidroksid hosil qila olmayman. Chunki bu suv bilan to'g'ridan-to'g'ri birikishimga mening ustimdagi oksid parcha xalaqit beradi. Shuning uchun kislorodda aybdor deb topishlaringizni so'rayman. Bu yerda faqat siz shu oksid parda faqat suvdan agar himoya qiladigan bo'lsa, bu yerda siz juda tor o'ylayapsiz. Bundan tashqari, ayrim kislotalar va boshqalardan saqlash uchun bu sizga himoya bo'lgan bo'ladi. Boshqa e'tirozingiz yo'qmi? Janob aka, o'quvchi janoblari sendan sapfir, ya'ni kim qimmatbaho tosh olinadi. Oksidlanishning natijasida deb aytdilar. Lekin men sizlarga olmos misol qilib aytamanki, sapfirdan bir necha barobar qimmatroq. Lekin u kislorod bilan birga hosil qilmagan va hech narsaga muhtoj bo'lmaydi mana shu tufayli. Navbatdagi So'zlarga azot peroxidni taklif qilamiz. Men azot muqaddas Xomchenko nomi bilan faqat rost gapirishga, haqiqatni so'zlashga so'z beraman. Hurmatli rais, men azot peroksid bo'laman. Meni kuldiruvchi gaz ham deb atashadi. Men kislorod elementi bilan birikma hosil qilganimda juda xafa bo'lib ketaman. Chunki men bor joyda insoniyat bo'lsa, nuqul ustimdan kulgani kulgan. Bunga esa kislorod elementini aybdor deb bilaman. Bu holatdan jahlim chiqib ketsa, ularni halokatga olib kelishim ham hech gap emas. Shuning uchun odoqona hukm so'rab, meni e'tirozimni inobatga olishlaringni so'rayman. Bu haqda da'vogarga biroz savollarim bor edi. Xo'p, e'tirozlarim bor edi. Bundan tashqari, siz aytaylik, oddiy o'sha siz e'tiroz bildirayotgan yoki da'vo qilayotgan kislorod bilan aralashmagingizning o'zi meditsinada narkoz sifatida ishlatilishi bu yerda sizni da'volaringizni juda o'rinli deb baholashga yetarli emas. Janob rais, bu holat kuldiruvchi gazga nisbatan juda ham kulgili hisoblanadi. Chunki tasavvur qiling, sizni badaningiz og'riyapti va siz qah-qah urib kulyapsiz va natijada hushdan ketasiz. Og'riqdan emas, kulgidan. Tasavvur qiling, axir bu bemorni haqorat qilish emasmi? Agar doktor aqlli yoki ahmoq bo'lsa ham bu usuldan hech qachon narkoz sifatida foydalanmaydi. Chunki aqlli doktor bemorni aslo haqorat qilmaydi. Ahmoq doktor esa azot peroksidning bu xoslasini to'la tushunib yetmaydi. navbatdagi da'vogarlarni eshitamiz. So'zlarga magnitli temir toshni taqdim. Muqaddas Xomchenko nomi bilan sudda faqat haqiqatni va haqiqatni gapirishga va'da beraman. Hurmatli sudya, men magnitli temir tosh bo'laman. Kislorod va tashqi kuchlar tufayli asta-sekin yemirilib borayapman. Bunga faqat men kislorodni aybdor deb bilaman. Chunki insoniyatga, tabiatga hech qanday foydam tegmayapti. Shuning uchun janob sudya, kislorodga tegishli jazo berishingizni so'rayman. Da'vogar e'tirozingiz bormi? E'tirozlarim bor. Agar siz shu holga tushishingiz uchun kislorod yetarli deb o'ylasangiz, biroz xato qilasiz. Masalan, aytaylik, sizda o'sha qattiq issiganda, issiq holatdagina siz shu holatga tushasiz yoki
hatto qizdirilgan temir bog'a bilan bog'langandagina shu holatga tushardingiz. Demak, bu yerda o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, kislorod faqat kislorod emas, tashqi kuchlarda ham aybi bor. Toza birikmasi. Bunda mana bunisi esa hech qanday qizdirishlar va boshqalarsiz mana shunday holga kelgan. Avval mana bunday edi, keyin esa mana bunday. Mana shularni e'tiborga olishni so'rayman. Janob oqlovchining fikrlari umuman noto'g'ri deb hisoblayman. E'tirozingiz Ulardan o'zga e'tirozlar. Demak, o'z holda siz buni ko'rsatyapsizki, bu yerda mana bu metallni shu holga tushish uchun buni shu holga tashlab qo'ygan odam aybdor. Bu yerda kislorod emas. Navbatdagi da'vogarlarni Sud zaliga Men esa sudya janoblar Muqaddas Xomchenko nomi bilan faqat haqiqatni gapirishga so'z beraman. Men esa sudya janoblari kislorod portlovchi modda qilib qo'ygan. Kislorod tufayli men insoniyat tarixiga xavf-xatar tug'diraman. İnsaniyat tarixida qanchadan qancha urushlar bo'ldi. Shulardan eng kattasi 2-jahon urushidir. Bu 2-jahon urushida 50 milliondan ortiq insonlar, begunoh insonlar qurbon bo'ldi. Qanchadan qancha portlovchi moddalar ishlatildi. Kislorod tufayli shu portlovchi moddalarning ishlatilishiga men sababchiman va 50 milliondan ortiq insonlarning qurbon bo'lishiga o'zimni aybdor deb bilaman va bundan qanchalik afsusdaligimni bilsangiz edi sudya janoblari. Shu tufayli kislorodga odil hukm chiqarib, uni ayblashingizni so'rayman. Mening qarindoshim bo'lmish kalixlorid portlovchi modda emas, chunki uning tarkibida kislorod yo'q. Shu tufayli men ham kalixloridga havasim keladi. Sudya janoblari. Albatta, to'xtatdingiz. Davom emas. Bu yerda yomon niyatli o'sha odamlar tufayli kelib chiqqansiz. Bundan tashqari sizni o'sha tinch yo'llarda, masalan, Google ishlab chiqarishdi yoki o'sha portlovchi vositangizni foydalanib o'sha konlarni ochishda foydalanish mumkin edi. Demak, bu yerda kislorodda aybi yo'q deb bilaman. Yo'q deb o'ylayman. Navbatdagi da'vogarni sud zaliga Aldo To'rovskiyni chaqiramiz. Men Aldo To'rovskiyman. Men qo'ng'irali bo'g'uvchi gaz hisoblanaman. Azot oksidni odatdagi sharoitda kislorod bilan birikishidan hosil bo'ladi. Ba'zan meni turkiy dumuk deb ham atashadi. Chunki zavodlarning mo'rilaridan buralib turkiy dumga o'xshab chiqib turaman. Mening salbiy xususiyatlarimdan yana biri shuki, yomg'ir suvi bilan birikib kislota yomg'irlarni hosil qilaman. Bu tuproqlarning zararlanishiga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari inson organizmiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. e'tirozingiz bor. E'tirozlarim bor. Agar o'sha zavodlarda chiqayotgan ahvolingizni tulki dumi deb nom olishingizga sabab bu yerda o'sha yerdagi zavodda ishlayotgan o'sha zavod ma'muriyati aybdor deb bilaman. Aks holda bundan tinch yo'lda foydalanib, to'g'ri yo'lda foydalanib sizdan o'sha sanoat uchun muhim bo'lgan nitrat sotib olishga sarflagan bo'lardi. Bungiz yo'q bo'lsa, navbatdagi da'vogarni Janob sudya, men o'z himoyamdagi kislorodni juda bebaho element deb hisoblayman. Bundan tashqari, uning oddiy bir holati bo'ladigan bo'lsak, masalan, bu tabiatda tarqalgan barcha elementlarda biz inson uchun yaralgan deydigan bo'ladigan bo'lsak, agar uning ichida kislorodni aybdor deb biladigan bo'lsak, unda hech qanday hayotdan nom nishon bo'lmasdi deb hisoblayman. Bu so'zlarimni isbotlash uchun ayrim guvohlarni olib kelganman. marhamat. Janob oqlovchi kislorodni bebaho element deb atadilar. Ya'ni kim kamyob. Lekin shuni bilamizki biz yer qobig'ini 50%ni, suvni 89%ni, havo tarkibida 21%ni kislorod tashkil qiladi va bu kamyob va bebaho element emas. Biz istagan paytimizda, istagan joyimizda, istaganimizcha kislorodni topishimiz mumkin. Shunday ekan, kislorodni men bebaho element deb hisoblamayman. Men kamyob emas, bebaho deb ataman. Sizlarda tinchlik saqlansin. Advokat, da'vogarlaringizni, guvohlaringizni chaqirsangiz. Sud zaliga asetilin chaqiramiz.
Muqaddas Xomchenko nomi bilan faqatgina rost so'zlashga so'z beraman. Men asetilenman. Men kislorod bilan kislorod asetilen alangasini hosil qilaman. Bu reaksiya natijasida 3000 gradusgacha issiqlik chiqadi. Bu issiqlikdan metallarni qirqishda, metallarni payvandlashda juda ham keng foydalaniladi. Shuning uchun men kislorod bilan reaksiyaga kirishganimdan, insonlarga shunchalik foydam tegayotganidan, ya'ni nisbatan arzon usulda payvandlashlarga yordam berayotganimdan juda ham faxrlanaman. Janob sudya, kislorod elementini aybsiz deb topishingizni istayman. Davlat ayblovchisi, guvoh e'tirozingiz bor. Ba'zi bir e'tirozlardan murojaat qilmoqchiman. Chunki asetilen juda bebaho xom ashyo hisoblanadi. Asetilendan vinilxlorid, xlorpren, ba'zi bir organik erituvchilar, bir dixloretan, bir tetraxloretan olishimiz mumkin. Shunday ekan, nima uchun biz asetilenni kislorodda yoqib yuborishimiz kerak? Biz kerakli energiyani istaganimizcha hozir elektr tokidan hosil qilishimiz mumkin-ku. Shunday ekan, nima uchun biz qimmatbaho xom ashyo hisoblangan asetilenni yoqib yuborishimiz kerak? Chunki hamma usullar qo'llanib ko'rilgan. Lekin men arzon hamda qulay usul bo'lganim uchun kislorod bilan reaksiya qilishdan manfaatdorman. Hisoblanadi. To'ppa-to'g'ri gapiryapsiz lekin. Keyingi da'vogarlar. Muqaddas Xomchenko nomi bilan faqat haqiqatni so'zlashga so'z beraman. Hurmatli sudya, men natriy peroksid kislorodli moddaman. Men keng ko'lamda havoni tozalashda ishlatilaman. Qolaversa, suv osti kemalarida insoniyatga kislorodni yetkazib beraman. Agar men bo'lmasam, suv osti kemalari uzoq muddatga suv ostilarida yura olarmidi? Hurmatli sudya, shuning uchun kislorod ustidan odilona hukm chiqarishingizni sizdan so'rayman. Davlat ayblovchisi, guvoh e'tirozingiz bor. Yo'q. Guvoh e'tiroz bo'lmasa, keyingi guvoh. Sud zaliga vodorodni chaqiramiz. Muqaddas Xomchenko kitobi nomi bilan faqat haqiqatni gapirishga so'z beraman. Men vodorodman, kislorod bilan juda ham inoqsizman. U bilan hosil qilgan birikmalar esa hayot manbai hisoblangan suvdir. Men kislorod bilan faqatgina suvnigina hosil qilmasam, u bilan oxir suv va vodorod peroksid kabi birikmalarni ham hosil qilaman. Ayniqsa, suv kislorod bilan hosil qilgan og'ir suv deb nomlangan birikma insoniyatni istiqbolli energiya turlari bilan ta'minlashda juda ham katta ahamiyatga ega ekanligini sud raisi ahamiyatga olishingizni sizdan so'rayman. Hamda meni eng yaqin do'stim bo'lgan kislorodni albatta oqlashingizni tarafdorman. Hurmatli davlat ayblovchisi, e'tirozingiz bor. Bir savolga murojaat qilmoqchiman. Janob guvoh, kislorod siz bilan bevosita birikma hosil qilmasligini bilasizmi? Bevosita birikma hosil qilmasligini bilasizmi? To'ppa-to'g'ri, albatta hech qachon bevosita birikma hosil qilmaydi. Buning uchun biz ortiqcha energiya sarf qilishimiz kerak. Ya'ni ortiqcha sarf xarajat va vodorod va kislorod birikma hosil qilish natijasida suv hosil bo'ladi. Biz ortiqcha sarf xarajat qilib suv hosil qilishimiz shartmikin deb o'ylayman. Chunki tabiatda suv to'lib toshib yotib va biz istaganimizcha dengiz suvlarini tozalab, suvga aylantirishimiz mumkin va bir necha barobar arzonroqqa tushadi. Vodorod va kisloroddan suv hosil qilgandan ko'ra. Undan tashqari, vodorodni biz suyuq yog'larni gidrogenlashda, ammiak sintez qilishda, ko'mirni gidrogenlab suyuq yog' qilib olishda va boshqa maqsadlarda ishlatganimiz ma'qul deb o'ylayman. Advokat fikringiz qanday? Janob tergovchiga biroz savolim bor edi. Vodorod bilan kislorod yo'q. E'tirozingiz bo'lmasa, navbatdagi guvohlarni Sud zaliga Muqaddas Xomchenko nomi bilan so'z beraman, faqat haqiqatni so'zlashga. Men vodorod va kislorodni birikishdan hosil bo'laman. O'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Va suvsiz hayot, tirik organizmlar hayotini tasavvur qilish mumkin. Janob rais, hozirgina guvoh suvsiz hayot yo'q dedi. Suvsiz albatta hayot yo'q. Lekin hamisha shundaymikin? 15 gram oddiy suv hech narsani hal qilmaydi. Lekin 15 gram og'ir suv bilan biz minglab odamlarni yo'q qilib yuborish imkoniyatiga egamiz. Va suvning mana shu xossasidan foydalangan holda
suv juda ham ajoyib modda ekanligini aytib o'tmoqchiman. Bundan tashqari suv 0 gradusdan tashqari barcha temperaturalarda birdan kichik zichlikka ega. Va mana shu zichligi kichik bo'lganida, lekin u muzlaganida hajmi kengayadi. Va mana shu tog' tog'lardagi suvning muzlashi natijasida tog' rudalari, tog' jinslari yemiriladi va ayrim e'tirozlarim bor edi. O'sha aytgan 15 gram og'ir suvni chiqayotgan o'sha zararlar 15 gram DDT izotop bilan hosil qilingan suv bo'ladi. Izotop bo'ladi agar shuni yomon niyatda sarflash mumkin. Agar buni tinch yo'lda sarflab o'sha muqaddas Xomchenko nomidan faqatgina Roskatrandan deb so'z beraman. Hurmatli sud janoblar, men sanoatda katta ahamiyatga ega bo'lgan kalsiy oksiddan men kislorod bilan birga hosil qilganimdan juda ham xursandman. Men kuydirilgan ohak yoki so'zilmagan ohakdirman. Meni quruvchilar kubyelka deyishadi. Chunki men suv bilan qattiq qaynayman. Mening suvdagi eritmadan qurilish materiali sifatida foydalanishadi. Meni yana bushonka ham deyishadi. Chunki men oppoq va qaymoqdek muloyimdirman. Men uglerod bilan biriksa kalsiy karbid hosil bo'ladi. Kalsiy karbiddan esa sanoatda katta ahamiyatga ega bo'lgan asli omillar. Asli bilasizlar, sanoatda katta ahamiyatga ega. Hurmatli sud janoblar, siz kislorodga nisbatan jazo qo'llashingizni hech qachon xohlamayman. Ayblovchi, guvohning savolingiz yo'q. Savolingiz bo'lmasa, advokat fikri bilmoqchisiz. Fikringiz yo'q bo'lsa, navbatdagi da'vogarlar Muqaddas Xomchenko nomi bilan faqat haqiqatni gapirishga so'z beraman. Men fosfor 5 oksidman. Hurmatli sudya janoblar, fosforni hayot elementi ekanligini unutmaylik. Lekin o'simliklar fosforni faqat birikma holida qabul qilishadi. Fosforning kislorodli birikmasi bo'lgan fosforli o'g'itlar olishda asosiy xomashyo bo'lib hisoblanaman. Dunyoda insoniyatga oziq-ovqat yetarli bo'lishida kislorod elementi bilan birgalikda xizmat qilaman. Shuni e'tiborga olib, kislorod elementini begunoh deb hisoblashingizni so'rayman. Ayblovchiga, guvohga savolingiz bormi? Yo'q. Savolingiz yo'q bo'lsa, advokat, fikringiz ham. Sizda fikr yo'q bo'lsa, navbatdagi umumiy bir e'tiroz bildirmoqchiman. marhamat. Yuqorida aytib o'tdilar, vodorod va kislorodni birikma hosil qilish uchun ozgina uchqun yetarli. To'ppa-to'g'ri. Vodorod va kislorod hattoki uchqun ham shart emas hattoki. Vodorod va kislorod 2 ga 1 nisbatda bo'lib qolganda, agar ko'proq miqdorda bo'ladigan bo'lsa, binoni portlash uchun menimcha yetarli. Juda ham chiroyli portlash hosil qiladi vodorod va kislorod elementi. Bundan tashqari, kislorod elementi nafas olishda ishtirok etadi deb xohlashingiz mumkin. Kislorodning faqatgina shu xossasini biz xohlaymiz. Lekin shunda ham e'tiborga olishimiz kerakki, kislorod sof holda hech qachon bizga foyda bermaydi. Kislorodni sof holda nafas olishimiz natijasida tirik organizmlarning ichki muhiti oksidlanib, oqsillanib, nasib holati buziladi. Uglevodlar, yog'lar denatratsiyaga uchraydi. Va mana shu xossas tufayli kislorod yana bir g'aroyib modda ekanini ta'kidlab o'tmoqchiman. Advokat, fikringiz bormi? janob ayblovchi oxirigacha gapirmoqchi keyin gapiramiz. Kislorod elementi ba'zi bir moddalar bilan birikib kerakli birikmalar yoki moddalar hosil qiladi deyapmiz. Lekin biz hozir kislorodli birikmalarni emas, kislorodni sud qilyapmiz-ku. Men o'quvchi janoblardan shuni talab qilmoqchiman. Kislorod haqida biror narsa dengchi. Kislorodli birikmalar emas, kislorod haqida. O'zingizda kelib chiqadiki, o'sha havo bu yerda siz faqat kislorodga bog'lanib qolmang, bu yerda havo haqida gap ketdi. Havo bo'ladi agar nafas olishda. Agar kislorodda havo bo'ladi. Agar kislorod bo'lmaydigan bo'lsa, o'zingiz faraz qilib ko'ring. Birorta bir hayot bo'lishi mumkinmidi? Kislorodning o'zi emas. Kislorod, azot, neft gazi, vodorod, ba'zi bir aralashmalar, karbon dioksid, is gazi bo'ladi. Havo tarkibida kisloroddan tashqari. Mana shular tufayli insoniyat kisloroddan nafas oladi. Hattoki g'avvoslar ham orqasidagi kislorod ballon tarkibiga geliy gaz qo'shiladi. Agarda geliy gaz bo'lmasa, yuqorida aytganimdek organizm ichki oksidlanib ketgan bo'ladi. Faktlar yetadi. So'nggi so'zni
kislorodda eshitamiz. So'z berganlardan xursandman. Avval o'zim haqimdagi qisqacha ma'lumotlarni berib o'tsam. Avvallar mana shu o'zim men hosil qilgan birikmalar, ular haqida deyarli hamma fikrlar bayon qilindi. Qoralovchi ham, oqlovchi ham kerakli ma'lumotlarni berib o'tdi. Shunga qo'shimcha ravishda shu narsani aytishim mumkinki, men tavallud topgan kun 1772-yil Shved olimi kimyogar Sherli tomonidan e'tirof etilgan bo'lsa-da, men avval ham bundan necha yuz ming, necha million yil avval ham mavjud bo'lganman. Insoniyat, o'simliklar, hayvonlar barchasi mendan nafas olgan. Yoki noto'g'rimi gapim? Avval hamma paydo bo'lganman-ku men. Bu narsani yana shu narsani misol qilib aytishim mumkinki, tabiatda mening 3 ta egizagim bor. Ya'ni bu 3 ta izotopim hisoblanadi. Undan tashqari ikkita allotropik shakli kislorod molekulasi hamda kislorod ozon hisoblanadi. Kislorod molekulasidan sof holda nafas olish mumkin emas deb noto'g'ri aytdingiz. Kasal bemorlarga, yuqumli kasalliklar bilan kasallangan bemorlarga sof holdagi kislorod berilmasa, ular toza havodan ham nafas olishlari mahol hisoblanadi. Ma'lum muddat. Baribir ham ana shu vaziyatda agar toza kislorod bo'lmasa, sof holatdagi kislorod ishlatilmasa, ana shu paytda u ana shu bemor halok bo'lishi ham muqarrar hisoblanadi. Endi ozon haqida gapiradigan bo'lsam, ya'ni men allotropik shaklim ozon haqida. Men to'g'ri, ozon allotropik shakli oksidlovchi hisoblanadi. Kuchli oksidlovchi, hatto kislorod molekulasidan ham kuchli hisoblanadi. Lekin agar ozon qavati bo'lmasa, ultraviolet nurlarini qaysi qalqon yordamida ushlab qolish mumkin? Insoniyat ana shu ozon qalqoni hisobiga tirik yashaydi. Agar ozon qalqoni yemirilsa, ya'ni ozon tuynugi hozirgi kunda mana shu muammo hisoblanadi. Ozon tuynugi hisobiga yer yuzida hayot yo'qoladi-ku. Men o'sha allotropik shaklni hosil qildirmasam, hayot barpo bo'larmikin? Bu narsani o'ylab. Janob ayblanuvchi, men kislorod va ozonni keraksiz element demadim. Salbiy ta'sir ko'rsatuvchi element dedim. Azon qavati bizda ultravioletlarni tutib qolar ekan, demak, stratosferani yuqori qatlamda kerak. Bizga past bunchalik hojat yo'q. Chunki oksidlovchilar bizda yetarli, kaliber manganat, xrom kislota va boshqa oksidlovchilar biz uchun reaksiyalarga yetarli hisoblanadi. Shunday ekan, azon stratosferani yuqori qismida turgani ma'qul. Pastga tushib qo'ydim. Lekin o'sha stratosferadagi ozon qatlami yemiriladigan bo'lsa, insoniyat yashamaydi-ku. Demak, men zaruriy modda hosil qilaman. Bundan tashqari, yer yuzida 6 milliarddan ortiq insoniyat yashaydigan bo'lsa, ularda nafas olish uchun 1 yil mobaynida 7 milliard 8 million tonna kislorod kerak bo'ladi. Kislorod sarflanadi. Bu degani yiliga bitta inson uchun, bitta odam uchun 628,3 metr kub kislorod kerak bo'ladi. Kislorod aytilgan guvohlarning fikrlari to'g'rimi? Aybingizga iqrormisiz? Ko'rsatilgan ayblarga iqrorman, lekin bu ayblarni barchasiga insoniyat sababchi. Aziz ustozlar, ayblovchi, ya'ni prokuror sifatida menga ustozlar nomidan ozgina studentlarning nolalarini, shu nolalarni sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman. Albatta, she'riyatda buni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman, chunki ustozlarning ko'nglimga yaqin olganim uchun mana shu she'rni yozdim. Darsingizda domlajon qiynay bermang ko'p bizni. Yo'q, yod etib turing bizdek yoshligingizni. Shunday kelavermaydi mehnatdagi g'alaba, siz ham bo'lgansiz axir. Bizdek oddiy talaba. Talaba ma'ruzada goh uxlab ham oladi, seminar paytdachi ish chiqib qoladi. Bunday paytda domlajon tushuning-da siz uni. Axir kutira olmaydi jondan sevgan qizini. Domla shunda siz eslang, do'stlar bilan yurganingiz, sho'x dilbar qizlar bilan xo'p o'ynab kulganingiz. Domla o'yin ko'zlar qarang, hamma narsaga. Sizchi bormaganmisiz? Dars paytida tansaga. Darsni ko'p qoldirding deb tanbeh bermang mirzoga. Nahot siz bormagansiz? Do'stlar bilan kinoga. Talabangiz ilmidan domla ko'nglingiz to'q bo'lsin, oltinga teng davrada ozgina o'ynab kulsin. Imtihon yaqinlashgach eskirib qoladi. 1 yillikni 3 kunda o'zlashtirib oladi.
qarorini eshitamiz. Kislorod kimyoviy element ustidan olib borilgan sud jarayoni da'vogarlar va guvohlarning, advokat va ayblovchilarning fikrlarini o'rganib chiqqan holda sudning quyidagicha qarori qabul qilindi. Birinchi, kislorodning uglerod, alyuminiy, temir moddalari bilan hosil qilgan birikmalarning xossalari o'rganib chiqilsin. Kislorod elementi aybsiz deb topilsin va undan unumli foydalanish yanada mukammal o'rganib chiqilsin. 4. Kimyo yo'nalish talabalari zimmasiga yuklatilsin. Bugungi sudda qatnashganlar uchun sizlarga Janob rais, sizga arbitraj sudga arz qilaman. Chunki agar men stipendiya haqida shuncha ma'ruza o'qiganimda, rektor janoblari stipendiya har oyni boshida berilsin deb buyruq chiqargan bo'lardilar. Uglerod 2 oksid vazifasi yurjiva mavjuda. Alyuminiy oksid Hozira Zuhra, azot peroksid Umurzoqova Muxlisa, magnitli temirtosh Umurzoqova Zulayho, vertolyet zil Asarova Shahnoza, azot peroksid Nadiyeva Sevara, aksetilen Sohibova Nadira, natriy peroksid Jo'rayeva Dilnoza, vodorod Hurmatli talabalar, hurmatli ustozlar, mana kuzatuvchilarni biz qo'llariga ma'ruza matnlarini berganmiz, lekin ana shu ma'ruza matnlari talabalarimiz qo'lida ham bor. Shuning uchun mana bu rejaga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Endi bugun o'sha an'anaviy darslarning demak maktabda kimyo degan jurnalda olib borgan o'sha o'zimizning talabalarimizning tadqiqotlariga ko'ra 30 ga yaqin xillari ma'lum ekan. Ana shundan biz faqat bittasini bugun ana shu ssenariyni hozir mana qo'lingizga beraman. Mana bu an'anaviy ishlab chiqqan darslarni tiplari. Marhamat. Turibdi. 30 ta hamda demak noan'anaviy dars turibdi. Shundan sud darslari ham bor ekanmi? Endi mana bugungi o'yinlarning sahnalashtirilgan metodni mana tuzilishlarga e'tibor beryapman. Qanday qilib? Albatta sizlar bir oy mobaynida mana shu dars tayyorladilar. To'g'rimi? Bir oy mobaynida. E'tibor beringlar. Bosqichlarni bir do'stlaringizga nima qilib bering, o'qib. Va bugungi sahnalashtirilgan darsni ikkinchisi boshlanish, uchinchisi tashkillash, to'rtinchisi insenировка, beshinchisi tahlil. Tahlil. Ana endi e'tibor bering, biz mana shu sahnalashtirilgan darsning nechta bosqichini hozirgacha amalga oshirib bo'ldik? 4tasi qoldi. Tahlil qoldi. Mana endi marhamat, mana shu bugungi sahnalashtirilgan dars haqida o'zimizni talabalar munosabatimizni bildirishimiz kerak. Masalan, siz maktabda ishlayotgan kimyo o'qituvchisi o'rnida o'zingiz tasavvur qilib ko'ring va mana shu metodning qaysi tomonlari sizga yoqadi? Kimni fikri bor? Marhamat. Bu metod haqida gapiradigan bo'lsak, bu noan'anaviy darslar, masalan, shu ayniqsa bizning fanimizda, kimyo fanida shu mavzu shaklida o'taveradigan bo'lsak, o'quvchilar zerikib qolishi mumkin. Qiziqishini, qancha qiziqishini orttirish shunday darslarni o'tkazib turganimiz ma'qul deb hisoblayman. To'g'ri, yana marhamat qiling. Noan'anaviy darslarda afzalliklari birinchisi bu hammamizga ma'lum, aytmoqchiman. Noan'anaviy darslarda masalan o'quvchi o'sha ma'ruza shaklida darslarda ham tinglashga harakat qiladi. Chunki masalan o'yin shaklidagi darslar o'sha o'yinda ishtirok etish uchun ham unga bilim kerak bo'ladi. Endi u o'sha o'qituvchini ma'ruza shaklidagi darslarni ham tinglashga harakat qiladi. Endi noan'anaviy darslarda o'sha afzalliklar bilan bir qatorda o'zgarishi, kamchiliklari ham bor. Bu masalan noan'anaviy darslarda mana shu darsimizni tashkillash, sahnalashtirish uchun ham ssenariysini tuzish uchun biz o'zimiz bir oy mobaynida
Direktorga. işte ko'pchilik davrasida o'zimizni erkin tutishni o'rgandik. Bu nafaqat bizga hozir yordam beradi, balki borib ko'pchilik o'quvchilarning ichida hayajonlanmasdan gapirishni o'rgandik hozir mana. Ko'pchilik ichida o'zimizni yo'qotib qo'ymaslikni, keyin bolalarda shu qiyin fanga qiziqishini ushlab turishni bugun o'rgandik. To'g'ri. Ekan bo'lsa ko'rib turibsizki, bu ma'naviy darslarda ro'yxati 30 dan tashkil qilyapti. Endi 30 dan tashkil qilish uchun qancha vaqt ketadi? Shunisi jiddiy maqsadga muvofiq aslar. Darsda o'quvchilarimiz shu fanga nisbatan qiziqishini orttiradi, lekin har doim ham ana shu noan'anaviy darsdan foydalanmaslik kerak. Chunki shu an'anaviy dars davomida o'quvchi o'zini nazariy bilimlarini chuqur egallaydi va noan'anaviy darsda o'quvchini qiziqishini orttiradi. Shunday ekan, gohi shu noan'anaviy darsning yana bitta kamchiligi bilgan bo'lsak, misol ma'ruza tarzida o'tadigan darslarimizda shu misol kislorod mavzusidagi darsimizda shu kimyoviy chegaralardan foydalana olmaymiz. Haligi sayozroq, bunday yuzida yuzaki ketib qolgan o'xshaydi-da. Chunki sahnalashtirilgan. Ha. Yana bitta jihati bor ekan, bu hali vaqt bilan chegaralanmaganligi. Ha? Albatta bu o'quvchilar bilim mehnat talab qiladi. Qanchalar agar ko'radigan bo'lsa, to'rtinchi o'zi yig'ib olish kerak. Men masalan talabalar amalga oshirolmagan bo'ladi. Aytishadi, ta'lim jarayonining samaradorligi misol uchun ota-onalar hallashib, mana domlalarimiz repetitorga olib kirib va o'qishga kirishga kafolat bormi? Xato ekanda 50%ligi 50% o'qituvchi o'zini bilimini berishi mumkin. Ha? Endi 50% metodlarga, undan tashqari ta'limda qo'llaniladigan vositalarga bog'liq. Demak, agar e'tibor bersangiz, biz noan'anaviy darslar mana oxirida turibdi. Biz birinchi noan'anaviy darslardan boshlaganimiz sababi shu o'rta maktab kimyo kursi mazmunini o'qitishda, demak, odatdagi metodlardan foydalanish bilan bir qatorda degan aytaylikki mazmun turibdi. Albatta sizlarda aytaylikki bunday qo'llaringizda ma'lumotlaringizdan bor, yana disketda ham juda katta ta'lim sohasida o'zgarishlar boshlandi. Birinchi o'zgarish bu ta'lim to'g'risidagi qonun. Kadrlar tanlash milliy dasturida ta'lim sohasini demak isloh qilish, ayniqsa prezidentimiz taklif qilgan O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi aylanishi kerak. Kadrlar tanlash milliy dasturining bosqichlarini bilamiz. Birinchi bosqich mana 2000-yildan 2004gacha, mana 2005-yildan boshlab kadrlar tanlash milliy dasturining ikkinchi bosqichi boshlandi. Texnologiyalarni olib kirish masalasi va uni joriy qilish. Larisa Shamsiyna degan ayol pedagogikadan xabarlari bor. Pedagog texnologiyalar degan hozir kitob chiqqan. Keyin mana German Sonnebergning demak ta'lim sohasini demak texnologiyalashtirish, ilg'or usullar aniq kimyo fanida pedagogik texnologiyani qanday qilib qo'llash kerak degan masalalar hozirgasi degan mana Talipova Gulmiraxon degan bir qizimiz pedagogika fanlari nomzodi bo'ldi. Lekin kimyoda noan'anaviy darslar o'tish va ularni biz bilmaymiz. Endi siz mana hurmatli 3-kurs talabalari yana yigit bitirib malaka ishi himoya qilishingiz kerak. Shuncha albatta biz sizlarga bo'lsangiz, kimyo kafedrasiya professor o'qituvchilari albatta sizga yaqindan yordam beradi. Mana ishining eng kamida 30% hajmini tashkil qiladigan darajada bo'ldi. Tashishni bitta talaba o'zi bemalol nima qilishi mumkin? Tanlab olishi mumkin. Endi hozir sxemasi bor, men sizlarga beraman. Degan nima turibdi? Shuni yuqorisida pedagogik tizimning strukturasi degan model bor. O'qish metodikasining umumiy masalalarni o'rganganimizda aytgan edikki, kimyo o'qitishning umumiy modelini mazmun, endi mazmunni kim beradi? O'qituvchi. Kimga? O'quvchiga. Lekin mazmunni o'qituvchi o'quvchiga uzatishda nimadan foydalanadi? O'qitish metodlaridan, vositalaridan foydalanadi va oxiri oqibatda nimaga keladi? Natijaga keladi. Endi qo'lingizda qarang, berilgan
sxemada ana shu pedagog tizimni qurib berish. Texnologiya ikkita tomonga qarab ketgan. Birinchisi demak o'qituvchi faoliyatiga, ikkinchisi o'quvchi faoliyatini qamrab oladi. Demak, ana shu maqsadni amalga oshirish uchun o'qituvchi faoliyatini va o'quvchi faoliyatini loyihalashtirib, uni amalga oshirish o'quvchi bajaradi. Qarang, unga kim qayta ishlayveradi? O'qituvchi. To'g'rimi? Demak, o'qituvchi demak, ta'lim vositalari, va siz noan'anaviga qo'shib qo'ydingiz. Lekin gap shunday ekanki, qarang. Mana shu pedagogik tizimning strukturasini to'lig'icha o'zgartiradigan yangilik, umuman yangiliklarning ichida 3% tashkil qilar ekan. Ana shu komponentlarning ma'lum bir qismigina o'zgartiradigan yangilik 17%, 15% atrofidagi o'qituvchilarimiz to'lasa bo'ladi. Agar ma'muriyat majbur qilsa, to'lashi mumkin ekan. Endi bir 20% odam eskicha avtoritar tizimni yoqlab fikr berishadi. To'g'ri. Masalan, siz o'qituvchi bo'lsangiz, pedagogik texnologiya bo'yicha dars o'tmoqchisiz. Mana endi pedagogik ta'lim tizimini qo'lingizda turibdi. Lekin sizda hoshiyaga bog'liq bo'lgan qismlar ham bor. Shuni bir biling. O'sha bosh binoda o'sha xorijiy bo'lim bor. Xorijiy bo'limda o'sha yangi pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilgan hozir xona tashkil. Bu savollar yo'qmi? Bo'lsa, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bularga berilgan materiallar hammasi o'yinlarga. Yo'q, agar bolalar hozir bir minut aytiladigan fikrlar bo'lsa, bu yo'q, mayli. Chiqib ko'ringlarmi? Bir quvonchlik holat yaratganlaringiz uchun rahmat. Rahbarlar bilan birga. Ikkinchidan, bu darsda albatta tayyorgarligiga ketadigan vaqtlarni juda ortiqcha bo'rttirib yubordilaringiz. Endi tasavvur qiling. Sizlar bir oy tayyorgarlik ko'rgan bo'lsalaringiz, 3-kurs ximiyani hamma ximiyani deyarli o'rgangan o'quvchilar qancha tayyorgarlik ko'radi? Bu bittasi. Ikkinchisi, bunaqa noan'anaviy darsda yana bitta tomoniga sizlar e'tibor bermadilaringiz, faqat kislorod temasida go'yo o'tyapsizlar. Bunaqa darsda qachon o'tish kerak? Shu kislorodni sud qilish darsini o'tish mumkin. Boshqa darslarda ham o'sha masalan deylik tuzlar, kislotalarda, oksidlarda o'tib bo'lgandan keyin bolalar o'tirishibdi. Undan deyarli vodorod bilan ayniqsa istagan organik moddani olish mumkin. Bu bittasi. Demak, bu istagim shundan iboratki, bunaqa noan'anaviy darsda juda mana metodikasini tayyorlab berdi. Borganda maktabda o'sha temani o'tganda emas. O'sha tema masalan kislorodga bog'liqlik darslarda hammasini bo'lmasa ham albatta ma'lum bir qismini al-Murkozimjon aytgandek 1 yilda 2 marta bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasa o'quv yilini yarmida o'sha o'tilgan bilimlarni hammasini umumlashtiradigan turib dars o'tsalaringiz, ne oxirida juda yaxshi ta'sir. Demak, men o'ylaymanki, ortiqcha vaqtlaringizni olmayman. Bugungi yana bir bor juda zo'r darslaringiz uchun yana bir bor minnatdorchilik rahbaringizga, sizlarga beramiz. Xo'p, bo'lsa lekin bu boshlanish. Mana ko'rsatdingiz, bitta yaxshi dars. Faqat juda ko'p vaqt talab qiladi, lekin vaqtda ayamasiz qiziqarli. Maktablarda ayniqsa hech bo'lmasa davlat xizmatchi bir marta, 2 marta qilasalaring o'zlaringiz. Mana o'quvchi bo'lganlaringiz juda katta yutuq bo'ladi. Rahmat.
Ko'taringlar, qasdlaymi? Darslar shu shunchaki bo'ladi. Menimcha endi mana hozir yana kengroq chuqurroq qanaqa fikrlar bo'lsa aytiladi, lekin asosiy fikr aytildi. Hamlarga man sizlarga ham qo'llarga berdim tamam. Endi asosiy maqsad shu o'sha bir yangicha nuqtai nazardan o'sha ssenariy tayyorlangan, lekin e'tibor bergan bo'lsalaringiz, ma'ruzaning nazariy qismlarini bera olganimiz yo'q. Chunki unga berdik, o'zlari avvaldan uni o'qib boshqa qilib tayyorlanib olganligi uchun uni noan'anaviy darsni o'zlari egallashdi endi har holda. Endi qay darajada buni rivojlantirib ketish endi pedagogik amaliyotimizga o'qituvchilar qo'limizdan haligi nima kelsa shuni berish mumkin bo'lgan imkoniyatlarni qilib, darsimiz talabalarning hayotida ham menimcha har holda oz bo'lsa ham iz qoldirgan bo'lsa kerak. Lekin ozgina kamchilik albatta shundan bir tashabbus qildik. Endi darsda e'tibor beradigan joyi bo'ladi. yaxshi.